أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 19 para. Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nemishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nemishqa Parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubsizki, ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'limu haddidan oshdi. Ular, ya'ni mushriklar, o'zlarining jinni elish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Farishtalar ularga sizlarga jannat haromdir deydi. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zonda qilib etamiz. Yana ular imonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi. Shu kunda osmon bulut bilan birlikda yerildi. Farishtalar bandalarning nomi amalini ilib orqama-orqa tushidi. Podshohlik bu kunda marhamatlik Allohga xosdir. Bu kun kofirlarga qiyindir. Shu kuni zolim, ya'ni kofir ikki qo'lini tishlab, "Sid, payg'ambar bilan nijotlik yo'lini tutsamchi, sid, falonni do'st tutmagan bo'lsamchi, Qur'on menga yetgandan keyin u, ya'ni faloni meni Qur'ondan shak shubsizki ozdirdi" deydi. Shayton insonni ozdirib bo'lib tashlab etadi. Payg'ambar aytdi: "Ey Parvardigorim, shubsizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklaridan dushmanlarni qilgandek har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Parvardigoring yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishga sang yetarlikdir. Kofirlar Qur'on nemishqa uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga bir qitimdila nozil qilinmadi dedi. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni parcha-parcha nozil qildik. Uni ayrim-ayrim nozil qildik. Ular, ya'ni mushriklar, qanday bir savolni tashlamasin, uningga qarata biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni nozil qildik. Ular jahannamga yuzlari bilan surildi. Ularning joyi eng yomon, yo'li eng ozg'indir. Shubsizki biz Musoga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik hamda uning qarindishi Harunni uningga yordamchi qildik. Ularga bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmiga beringlar dedik. U qavm kufrida chin turganlikdan ularni dahshatli turda halok qildik. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chaqda ularni g'arq qildik ham ularni kishilarga ibrat qildik. Zalimlarga oxiratda qattiq azob tayyorladik. Od qavmini, Samud qavmini, Ras aholisini va ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik. Har bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Vaz nasihat unum bermaganlikdan har bir qavmni halok qildik. Ular haqiqatan Shamga berib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirilgan shahardan o'tdi. Acaba ular uni ko'rib ibrat olmamdi? Yo'q, ya'ni ibrat olmaydi. Ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. Ular seni ko'rsa faqat masxar qilib bilib, Alloh payg'ambar qilib avatgan mushumu? Agar dinimizda ching turmasak, Muhammad bizni ilohlarimizdan ozdirvatkili tasqalatdi dedi. Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chaqda biladi. Aytib baqsangchi, nafsi xohishni iloh qilib olgan odamga nafsi xohishiga agishishdan uni saqlash uchun homiy bo'la olamsan. Ularning to'lisini gapingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan. Ular tushunmaslikda faqat chahar paylarga o'xshashdir, balki ulardanmi battar gumrohdir. Parvardigoringning soyini qandoq so'zganligini ko'rmadingmi? Agar xolisa uni albatta muqim qiladi. Ondan quyoshni soyga dalil qildik. Ya'ni
kunning chiqqanligini soyning borligiga dalil qildik. Andin uni asta-asta yo'qotdik. Alloh sizlarga kechini libos, uyquni badninglar uchun rohat qildi. Kunduzni tirikchilik uchun zaminda yeyildigan vaqt qildi. Alloh rahmatini, ya'ni yomg'irni yog'dirish oldida shamolni xushxabar qilib avatdi. Yomg'ir bilan o'lik zaminni tirildirish va biz yaratgan hayvonlarni, nurg'un insonlarni suv bilan ta'minlash uchun bulutdan pok suvni tushirib berdik. Ularni vaz nasihat olsin deb yomg'irni ularning orasida taqsim qildik. Ya'ni goh u yerga, goh bu yerga yog'dirdik. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. Agar xohlasak, albatta har shaharga bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avattatdik. Shuning uchun kofirlarga itoat qilmagin. Qur'on orqali ularga qarshi poklarni o'tirg'i qo'yib, barliq kuching bilan kurash qilgin. Alloh qudrati bilan biri tatliq bo'lgan daryoni, biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishang'u bo'lgan holda qo'yib atdi. Orlashib ketmaslik uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi. Alloh insonni obiy ma'nidan yaratdi. Uni bolalar nisbat beriladigan er va qudu boshliq paydo qiladigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Parvardigoring hammaga qodirdir. Ular, ya'ni mushriklar Allah'ını qo'yib, ularga foyda yetkazilmaydigan, ziyon yetkazilmaydigan narsalarga cho'qindi. Kofir Parvardigorga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. Seni faqat jannat bilan xushxabar berguchi, do'zaxdan ogohlantiruvchi qilib avatdik. Aytqinki, men Allohning amrini tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Faqat mening tilaydiganim shuki, mening dinimga agishish bilan Parvardigori tarafga yo'l ilishni xohlaydiganlar yo'l olsin. Hamma ishingda o'lmaydigan mangu hayot Allohga yo'langin. Uningga hamdu sano aytish bilan Allohni pok deb e'tiqod qilgin. U bandalarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir. Alloh osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arish ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Alloh noiti marhamatlidir. Buni, ya'ni Allohning buyukligini biladigan odamdan so'rag'in. Sana Allohning sifatlarini aytib berdi. Ularga, ya'ni mushriklarga, Rahmonga, ya'ni marhamatlik Allohga sajda qilinglar. Deyilsa, ular Rahmon degan nima? Sen bizni buyurgan narsaga sajda qilamdiq, deydi. Bu so'z ularni iymondan texmi yiroqlashtirdi. Osmonda burishlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning harakati buyukdir. Alloh o'zining qudratini aslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni almishib turadigan qilib berdi. Marhamatlik Allohning yaxshi ko'radigan bandalari zaminda o'zlarini tuvan tutib tamkinlik bilan mang'udi. Nadallar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. Ular kechalarni Parvardigorga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. Ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar aytadi: Parvardigorimiz, bizdan jahannam azobini dafi qilgin. Jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilmaydi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi, o'tir hal xarajat qiladi. Ular Allohga ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Alloh harom qilgan nohaq odam o'ldirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi,
Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. Qiyomat kuni uningga aslab azob qilindi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. Faqat ularning ichidagi bu dunyodagi chaqida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikqa almashtirdi. Allah to'limu mag'firat qilguchidir, marhamat qilguchidir. Kimki gunohlarga tavba qiladi ekan va amalni tuzaydi ekan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Allah uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Yomon so'zni anglab qolgan chaqda oliy janoblik bilan o'tib ketadi. Ularga Parvardigorning oyatlari bilan vas nasihat qilinsa, gaz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. Ular, ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatman farzand ato qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshvosi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilikqa da'vat qilguvchi qilg'in deydi. Ana shular sabrlik bo'lganligi uchun jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshi elindi. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Sura Shura Makkada nozil bo'lgan 227 oyat. Nayt shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Fa Sim Mim. Bu ro'shan kitob, ya'ni Qur'on oyatlaridir. Ey Muhammad, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib olishing mumkin. Agar biz ularning iymon etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nozil qilatdiqda, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. Ularga marhamatlik Alloh tarafidan Qur'ondan yangidan bir narsa nozil bo'lsa, ular uningdan yuz o'raydi. Ular rasla Qur'onni inkor qildi. Masxara qilgan narsaning xabarlari, ya'ni oqibati ularga keladi. Ular zaminni, ya'ni zaminning ajoyibotlarini kuzatmadimi? Zaminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. O'z vaqtida Parvardigoring Musoga nido qildi. Sen zolim qavmiga borg'in. Ular Fir'avnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Muso aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. Ularning meni inkor qilishidan yuragim siqiladi. Tilim kekash. Shunga menga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. Ularning davosicha, ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ldirishdan qo'rqaman. Allah aytdi: Hargiz undaq emas. Ya'ni seni ular hargiz o'ldirolmaydi. Sizlar mening mo'jizalarimni elib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan billa munoziranglarni anglab turamiz. Sizlar Fir'avnga berib, biz haqiqatan olamlarning Parvardigorining elchisimiz. İsrail avlodini qulluqdan bo'shatqin. Ular biz bilan Shamga kessin danglar. Ular Fir'avnga kelib elchilikni yetkizdi. Fir'avn Musoga aytdi: Seni biz uyimizda kichigingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramizda ko'p yillar turmadingmi? Sen yilqi qilgan ishingni qilmadingmi? Ya'ni Qibtini o'ltirmadingmi? Sen tuzkorlardansan. Muso aytdi: Men u ishni qilgan chig'imda nodonlardan edim. Sizlardan qo'rqib
sizlardan qaçdım. Parvardigorim menga hikmat ato qildi. Meni payg'ambar qildi. Sen İsrail avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan nimating ana shudir. Firavun aytdi. Olamlarning parvardigori degan nima? Musa aytdi. U osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi butun maxluqotlarning parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, Firavun cho'risidagilarga uning javobini anglayotamsizlar dedi. Musa aytdi. U sizlarning parvardigoringlardir va sizlarning ota-bobonglarning parvardigoridir. Firavun aytdi. Sizlarga avatilgan bu elchi albatta Majnundur. Musa aytdi. U Mashrifning, Mag'ribning va ularning orasidagi maxluqotning parvardigoridir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar, Firavun aytdi. Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman. Musa aytdi. Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi, zindonga tashlamsan? Firavun aytdi. Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin. Musa asini tashlab edi. Nagahan u o'p-o'chuq ajdahoga aylandi. Musa qo'ynidan qo'lini chiqarib edi. Nagahan u qarg'uvchilarga nur chaqnab turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Firavun cho'risidagi qavmining cho'g'lariga aytdi. Bu haqiqatan usta sehrgar ekan. U sehr orqali sizlarni zamininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu haqda nima maslahat bersizlar? Ular aytdi. Ularning ishini ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqqucha kishilarni avatgin. Ular sening huzuringga naiti usta sehrgarlarning hammasini elib kelsin. Muayyan kundagi belgilangan vaqtda sehrgarlar to'plandi. Kishilarga sizlar yig'ilib bo'ldinglarmi? Agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin deyildi. Sehrgarlar Firavunning qishig'iga yetib kelganda, ular Firavunga agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. Firavun: "Ha, u chaqda sizlarga mukofot berildi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolasizlar" dedi. Musa ularga tashlaydigan narsanglarni tashlanglar dedi. Ular arg'amchilarni, hosillarni tashladi. Ular Firavunning qatiligi bilan qasamki, biz shak shubhasiz g'alaba qilamiz dedi. Musa asini tashladi. U ajdahoga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini yutib o'tdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular olamlarning parvardigoriga, Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik dedi. Firavun: "Ben ruxsat qilmay turib, sizlar Musaga iymon etdinglar. U cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqinglar ekan. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzunga qolmay bilasizlar. Qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ngchap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesiman. Hammanglarni cho'qim darga osaman" dedi. Sehrgarlar: "Buningdimi bizga hech ziyon yo'q. Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Biz Musaga hammadan burun iymon etquchilar bo'lganligimiz uchun Parvardigorimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz" dedi. "Biz Musaga kechida bandilarimni, ya'ni Bani Isroilni elib otlangin. Sizlar albatta qo'g'linisizlar, ya'ni Firavun o'z qavmi bilan sizlarni qo'g'lab chiqadi" deb vahiy qildik. Firavun shaharlarga askar to'plag'uvchilarni avatdi. Firavun aytdiki, bu kishilar haqiqatan bir o'chim odamlardir. Ular haqiqatan bizning ochiqimizni keltirib qo'ydi. Biz haqiqatan ehtiyotchan jamoamiz. Biz ularni, ya'ni Firavun bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan, g'azinlardan va isil turalg'udan ayirib etdik. Shunda qilib ularni, ya'ni Isroilga maras qilib berdik. Ular, ya'ni Firavun bilan uning qo'shini ularni kun chiqqan chog'da qo'g'lab chiqdi.
ikki to'p, ya'ni Fir'avn to'pi bilan Musa alayhissalomning to'pi bir-birini ko'rib turishgan chog'da Musaning odamlari, ular, ya'ni Fir'avn bilan qo'shuni bizga cho'qim yetishib olgan bo'ldi, dedi. Musa aytdi: "Undaq bo'lmaydi, ya'ni hargiz yetisholmaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa meni qutulish yo'liga boshlaydi." Biz Musaga Hasan bilan daryoga urg'in deb vahiy qildik. Musa Hasan bilan urvidi, daryo yerildi. Har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. Ikkinchi bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Fir'avn bilan qo'shinni, ya'ni Isroilning orqasidan daryoga kirgizdik. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik. Ondan ikkinchi guruhni, ya'ni Fir'avn bilan qavmini g'arq qildik. Buningda, ya'ni Fir'avn bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir, nihoyat mehribondir. Ularga Ibrohimning qissasini o'qib bergin. O'z vaqtida u otasiga va qavmiga nimaga ibodat qilasizlar dedi. Ular butlarga ibodat qilamiz, bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi. Ibrohim aytdi: "Duo qilgan chig'inglarda ular duoyinglarni anglamdi. Ya sizlarga foyda yetkazalamdi, ya ziyon yetkazalamdi?" Ular aytdi: "Undaq emas. Ota-bovlarimizning shunda qilganligini bayqidik." Ibrohim aytdi: "Aytib beqinglarchi, sizlarning ibodat qilganinglar nima? Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgani nima?" Ular, ya'ni butlar mening dushmanimdir. Faqat olamlarning parvardigori mening parvardigorimdir. U meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi. U meni tamoq bilan ta'minlaydi, ussizlik bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam u meni saqaytidi. U meni qabzi ruh qiladi. Keyin yana tirildiradi. Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. Parvardigorim, menga ilm, hikmat ato qilgin. Meni yaxshilarga qo'shqin. Keyingilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. Meni nozil ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. Otamga mag'firat qilgin. U haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tirildirilgan kunda meni rasvo qilmagin. U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. Faqat Allohning dargohiga pok qalb bilan kelgan odamgina foyda yetkazildi. Jannat taqvodorlarga yaqinlashtirildi. Do'zax gumrohlarga ochiq ko'rsatildi. Ularga: "Sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qilgan narsanglar qayerda? Ular sizlarga yordam beralamdi, ya o'zlariga yordam beralamdi?" deyildi. Butlar, gumrohlar va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga üstülab tashlandi. Ular do'zaxda jidallashib aytidi: "Alloh bilan qasamki, biz o'p-o'chiq gumrohlikda edik. O'z vaqtida biz sizlarni ibodatga olamlarning parvardigori bilan o'xshash o'ringa qo'yatdik. Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. Shuning uchun bizga shafaat qilg'uvchilar yo'q va yaqin do'stmi yo'q. Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mo'minlardan bo'latdik." Shubhasizki, buningda, ya'ni Ibrohim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qayrindishi Nuh aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning parvardigoridan tilayman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar." Ular: "Ey Nuh, sana
töven tabiqidagi odamlar agashgan tursa, sana biz iman etamdiq, dedi. Nuh aytdi, men ularning nima qilganligini uqmayman. Agar bilsanglar, ulardan hisob edishni faqat Parvardigorim ustiga olgan. Men mo'minlarni qo'g'ilvatmayman. Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman. Ular aytdi, ey Nuh, agar sen payg'ambarlik da'vatingdan yanmasang, sen chuqum tosh kesak qilinib o'ldirilgichilardan bo'lasan. Nuh aytdi, Parvardigorim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. Men bilan ularning orasida hukm chiqargin. Meni va men bilan billa bo'lgan mo'minlarni qutqizgin. Biz uni va odamlar hayvonlar bilan liq to'lgan kemida uning bilan billa bo'lganlarni qutqizdik. Ularni qutqizgandan keyin ondan qolganlarni g'arq qildik. Buningda tafakkur qilguvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular, ya'ni kishilarning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Od xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qayrindishi Hud aytdi. Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulgi uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib puxta saroylarni salamsizlar. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Sizlarga sizlar biladigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, bog'larni, buloqlarni ato qildi. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobiga qilishinglardan qo'rqaman. Ular aytdi, nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash. Bu, ya'ni butlarga cho'qinish faqat burunqilardan qolgan odat. Biz hargiz jazolanmaymiz. Ular uni, ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qayrindishi Solih aytdi. Allohdan qo'rqmamsizlar? Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar bu yerlarda bog'chilardan, buloqlardan, ziroatlardan, yumshoq pishgan xurmalardan bahramon bo'lib, xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar. Xo'shal holda tog'larni teshib uy solamsizlar. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Ziminda buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan, haddidan oshqushlarning amriga itoat qilmanglar. Ular aytdi, sen haqiqatan sehr qilganlardansan. Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Agar sen rostchilardan bo'lsang, biror mo'jiza keltirib boqqin. Solih aytdi, bu tishi to'ga, suyunglardan bir kun ichidi. Sizlarmi muayyan bir kun ichisizlar. Uningga yomonlik qilmanglar. Bo'lmasa, sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar. Ular tishi tugini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Lotning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida ularga qayrindishi Lut aytdi. Sizlar
Allah'tan qo'rqmamsizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Sizlar Allah'tan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Sizlar ahli jahon ichidan livota qilib, Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar. Ular aytdi: "Ey Lut, agar da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinsan." Lut aytdi: "Men sizlarning qiliqinglardan qattiq yerginiman. Parvardigorim, qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavallarimni qutqizgin. Uni va uning tavallarining hammasini qutqizdik. Faqat Mo'mayni, ya'ni Lutning ayolini qoldirib qo'yib, halok qildik. Ondan qolganlarni halok qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiriluvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etguchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Ayqiliklar payg'ambarlarni inkor qildi. O'z vaqtida Shuayb ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. O'lchamni to'ldirib beringlar. Kam berguchilardan bo'lmanglar. Narsalarni to'g'ri tarozida tortinglar. Kishilarga narsalarni, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. Sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar." Ular aytdi: "Sen sehr qilinuvchilardansan. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin." Shuayb aytdi: "Parvardigorim, sizlarning qilmishinglarni obdan biladi." Ular Shuaybni inkor qildi. Ularni soy kunning azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etguchi bo'lmadi. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir, nihoyatda mehribondir. Shubhisizki, Qur'on olimlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril uni sening qalbingga elib tushdi. Qur'on ochiq arabiy tilda nozil bo'ldi. Haqiqatan Qur'on ilgirki payg'ambarlarning kitoblarida tilga ilingan. Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Bani Isroil o'limalarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi. Agar biz Qur'onni arab bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga ishonmaydi. Shuningdek, gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat, balog'atini va mo'jiza ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmagicha Qur'onga ishonmaydi. U azob ularga ushtumtut keladi. Ular uning kelganligini tuymay qoladi. Ularga tuyuqsiz azob kelganda, ular bizga iymon etib bilish uchun muhlat berilamdi deydi. Ular bizning azobimizning burunroq kelishini tilamdi. Aytib baqina, agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dafi qilishda hech narsaga asqatmaydi. Qandaqliki shar bo'lmasin, vaz nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmigicha
uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. Qur'onni shaytonlar elib tushgani yo'q. Bu ularga loyiq emas. Ularmı bununğa qadir bo'lolmaydi. Shubhisizki, ular, ya'ni shaytonlar o'g'irliqcha tingshashdan manni qilingandir. Allohdan boshqa hech ilohga ibodat qilmagin. Unda qilsang, azob qilinuvchilardan bo'lib qolasan. Yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirgin. Sana ergashgan mo'minlarga muloyim bo'lgin. Agar xish aqrabolaring sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishinglardan haqiqatan ada judaman degin. Nahayati g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Allah seni namazga qo'pqiningda ko'rib turadi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turadi. Shubhisizki, Allah hammani anglab turguchidir, hammani bilib turguchidir. Ey Muhammad, Makka kuffarlarga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'g'ug'uchi, gunohkorga tushadi. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha anglaydi. Ular, ya'ni shaytonlarning to'lisi yolg'onchilardir. Shoirlarga gumrohlar agishidi. Ularning so'z va'dlarida tingirqab yurganligini ko'rmamsan. Ular qilmaydigan narsalarni qildik deb so'zlaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qilguvchilar uzoqqa qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Sura Naml Makkada nozil bo'lgan 93 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. Tasin. Bu Qur'onning va ro'shan kitobning oyatlaridir. Mo'minlar uchun hidoyatdir va xushxabardir. Shundaq mo'minlarki, ular namozni ado qiladi, zakot beradi va oxiratga jazman ishonadi. Oxiratga ishonmaydiganlarga ularning amallarini haqiqatan chiroyli ko'rsatdik. Ular gumrohliklarida tingirqab yurishidi. Ular dunyoda qattiq azobga duchor bo'ladi. Oxiratda ular eng ziyon tortquchilardir. Sana Qur'on albatta hikmat bilan ish qilguvchi, hammani bilguvchi Alloh tarafidan berildi. O'z vaqtida Musa ahlisiga men haqiqatan o't ko'rdim. Men o'tning yiniga berib, yo'l to'g'riliq biror xabar kelay yoki sizlarning isnishinglar uchun o'tdan bir cho'q elib kelay dedi. Musa o'tning yeniga kelganda mundaq nido anglandi. Alloh o'tning yendiki kishini va o'tning atrofidagilarni muborak qildi. Olamlarning parvardigori Alloh pokdir. Ey Musa, shubhisizki men g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allohdurman. Hasangni tashlagin. Musa Hasanning go'ya ajdahodek tez harakatlanayotganligini ko'rganda orqasiga burilib chekindi. Keyniga, ya'ni qo'rqindan ajdahoga qaray olmadi. Alloh aytdi: "Ey Musa, qo'rqmagin. Mening huzurimda payg'ambarlar albatta qo'rqmaydi. Lekin kimki o'ziga zulm qilsa, ondan yomon amallarni yaxshi amalga o'zgarsa, men uningga nahayati mag'firat qilg'uchidirman, nahayati mehribondirman. Qo'lingni qo'yningga solg'in. U hech qanday illatsiz oppoq bo'lib chiqadi. Bu mening Fir'avn va uning qavmiga elib berishim uchun bergan 9 mo'jizamning ichidadir. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ularning bizning nurg'un ro'shan oyatlarimiz nozil bo'lgan chaqda ular bu ro'shan sehrdir dedi. Ular oyatlarni ichida e'tirof qildi. Lekin ular uni zulm va takabburlik qilish yuzidan inkor qildi. Buzg'unchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. Biz haqiqatan Davudga, Sulaymonga dunyodan va din ilmlaridan keng ilm ato qildik.
Ular aytdi: "Jemi hamdu sana bizni nurg'un bandalardan ortiq qilgan Allohga xosdir." Sulaymon payg'ambarlikda, ilmda, podshohlikda otasi Davudga varislik qildi. U: "Ey insonlar, bizga qushlarning tili ta'lim berildi. Dunyoning ne'matlaridan hamma narsa ato qilindi. Bu albatta Allohning ro'shan ehsonidir," dedi. Sulaymonning jinlardan, insonlardan va qushlardan bo'lgan qo'shinlari to'plandi. Sulaymon alayhissalom ularning oldida dabdaba bilan mang'atdi. Ular tartiblik o'rinlashtirilgan edi. Ular Shamdagi bir cho'millar vodisiga yetib kelganda bir cho'mila aytdi: "Ey cho'millar, o'g'laringlarga kirib ketinglar. Sulaymon va uning qo'shini uqmasdan sizlarni yanchivatmasin." Sulaymon cho'milning so'zidan tabassum qilib kuldi va aytdi: "Parvardigorim, sen meni manga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishga, sen rozi bo'ladigan yaxshi amalni qilishga muvaffaq qilgin. Rahmating bilan meni yaxshi bandlaring qatoriga kirgizgin." U qushlarni ko'zdan kechirgandan keyin aytdi: "Manga nima bo'ldi? O'pibni ko'rmayman-ku. Ya u yo'qab ketdimi?" Izohat: Sulaymon alayhissalom qo'shini bilan cho'millar vodisida ayrilib, suvsiz bir qaqas cho'lga kelib tushdi. Qo'shini tashna bo'lib, uningdan suv so'radi. O'pib Sulaymon alayhissalomga suv bor joyni tepib beradi. Shu kuni u o'pibni izlab topolmadi. "Uni cho'qim qattiq jazolayman, ya uni cho'qim bo'g'izlayman, ya cho'qim yo'qab ketganligini oqlaydigan bir ro'shan dalil keltirdi." Uzoq o'tmay o'pib keldi. U aytdi: "Men sen bilmagan ishni bilib keldim. Sana men Sabadin, ya'ni Yamandan, Saba shahridan bir muhim xabar elib keldim. Men haqiqatan ularga, ya'ni Saba aholisiga bir ayolning, ya'ni Bilqisning podshohlik qilayotganligini ko'rdim. Uningga o'ziga va saltanatiga keraklik hamma narsa berilgan ekan. U cho'ng arishga ega ekan. Uning va qavmining Allohni qo'yib quyoshga cho'qindiganligini bayqadim. Shayton ularga qilmishlarini, ya'ni Allohni qo'yib quyoshga cho'qinganliklarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular hidoyat topmaydi. Ular osmonlardagi va zamindagi sirlarni oshkorlovchi, sizlarning yo'shurun va oshkora ishinglarni bilib turguchi Allohga sajda qilmaydi. Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U buyuk va arishning parvardigoridir." Sulaymon aytdi: "Sen rost da'vatamsan ya yolg'onmi? Qaraymiz. Bu xetimni elib berib, ularga tashlagin. Ondan ulardan neriroq joyda yoshirinibdir. Ularning qandoq javob qaytaradiganligiga qaragin." U, ya'ni Bilqis aytdi: "Ey ulug'lar, manga haqiqatan Sulaymondan bir parcha qimmatlik xat keldi. Uning mazmuni shuki: nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlar manga haqoratlik qilmanglar. Mening oldimga musulmon bo'lgan holda kelinglar." U, ya'ni Bilqis aytdi: "Ey ulug'lar, mening bu ishimda maslahat beringlar. Sizlarni ustida qo'ymay turib, hech ishni bekitganim yo'q." Ular aytdi: "Biz kuchlik va jangovarmiz. Ish sening ixtiyoringdadir. Bizni nimaga buyurganligingni o'ylab ko'rgin." U, ya'ni Bilqis aytdi: "Shubhisizki, podshohlar biror shaharga hujum qilib kirsa, uni xarob qiladi. Shaharning mo'tabar odamlarini o'ldirish, asirga ilish va surgun qilish bilan xor qiladi. Ularmi shunday qiladi. Men cho'qim ularga sovg'a avatiman. Elchilarning nima xabar elib keldiganligiga qarayman." Elchi Sulaymonning oldiga yetib kelganda, Sulaymon aytdi: "Sizlar menga mol bilan yordam qilmoqchimi? Allohning menga berganlari sizlarning berganlaringlardan yaxshidir.
balki sizlar so'g'anglar bilan ko'ringlab ketisizlar. Sen qaytib ketgin. Ularning ustiga ular taqobil turolmaydigan bir qo'shin bilan cho'qim borimiz. Ularni yurtidan xar, kamsitilgan holda cho'qim chiqarib etimiz. Sulaymon aytdi: "Ey ulug'lar, ular mening qishimga musulmon bo'lib kelishdan burun sizlardan kim uning taxtini elib keladi?" Jindan bo'lgan Efrit aytdi: "Men uni o'rningdan turishdan burun sana elib kelaman. Men uni elib kelishga albatta qodirman, ishonchlikman." Nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asif ibn Burjiya, "Uni men sana ko'zingni yumib ochquchi elib kelaman" dedi. U duo qilib edi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yonida turganligini ko'rganda, "Bu Parvardigorimning menga qilgan ehsonidir. U shukr qilamdim yo tuzkorlik qilamdim. Buning bilan meni sinadi. Kimki shukr qiladigan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimki tuzkorlik qiladigan, bilish kerakki, haqiqatan Parvardigorim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karami kangdir" dedi. Sulaymon Bilqisning yetib kelishi yaqinlashgan vaqtda uning aqlini sinash yuzidan aytdi: "Uning, ya'ni Bilqisning taxtining shaklini o'zgartinglar. U taxtni to'nimamdu qaraymiz. Bilqis kelganda uningga sening taxting mushundaqmi deyildi. U shudek turadi" dedi. Sulaymon Allohning ne'matini so'zlash yuzidan aytdi: "Uningdan, ya'ni Bilqisdan burun bizga Allohni va Allohning qudratini bildiradigan ilm berildi. Biz musulmon bo'ldik. Uni Allohni qo'yib cho'qingan narsalari Allohga ibodat qilishdan to'sdi. Chunki u kofir qavmidan edi. Uningga, ya'ni Bilqisga saroyga kirgan deyildi. U, ya'ni Bilqis, saroyni cho'ng suv deb gumonlanib, kiyimini ko'tarib, ikki pochiqini ochdi." Sulaymon aytdi: "Shubhisizki, u aynakdan yasalgan saroydir." U, ya'ni Bilqis aytdi: "Parvardigorim, men haqiqatan Allohga sherik keltirib, quyoshga cho'qinish bilan o'zimga zulm qildim. Sulaymon bilan billa olamlarning Parvardigori Allohga bo'ysundim. Ya'ni Sulaymonning diniga ergishib islomga kirdim. Biz haqiqatan Samudga, ya'ni Samud qabilasiga nasab jihatdan qayrindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. Solih, Allohga ibodat qilinglar" dedi. Nagahon ular jidallashadigan, ya'ni din borasida jidallashadigan mo'minlar va kofirlardan iborat ikki guruhga bo'linib ketdi. Solih aytdi: "Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar?" Ular aytdi: "Bizga kelgan qahatchilik sening va sen bilan bo'lgan kishilarning shumliqidan keldi." Solih aytdi: "Sizlarga keladigan yaxshi yomonlik Alloh tarafidan keladi. Balki sizlarni Alloh sinaydi. Shaharda, ya'ni hijrida, yer yuzida buzg'unchilik qiladigan, isloh qilmaydigan 9 nafar kishi bor edi. Ular o'zaro Alloh bilan qasam qilinglar" dedi. Ular aytdi: "Bir kechada Solihni va uning tabialarini cho'qim o'ldirayli. Ondan cho'qim uning, ya'ni ularning egisiga, u o'ldirilgan chaqda biz ustida emas edik. Biz haqiqatan rostchilmiz deyli." Ular Solihga qarshi suiqasd planladi. Ularning halok bo'lishini tezlatish uchun suiqasdi uchun tuyuqsiz jazoladik. Ularning suiqasdining oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'inki, ularni va ularning qavmini butunlay halok qildik. Ular zulm qilganliklari uchun ani ularning uylari odamzoddan xoli bo'lib qoldi. Allohning qudratini biladigan qavm uchun buningda cho'ng ibrat bor. Solih bilan iymon etgan taqvodorlik qilganlarni azobdan qutqizdik.
Lutning qissasini bayon qilgan. Ayni zamonda Lut o'zining qavmiga aytdi: "Sizlar bilib turib qabih ishlarni qilamsizlar. Sizlar ayollarni qo'yib, jinsiy talvonlarni erlar bilan qondiramsizlar. Balki sizlar nodon qavmsizlar." Ularning birdan bir javobi: "Lutning tavallarini shahringlardan haydab chiqaringlar. Ular pok kishilardir" deyishdan iborat bo'ldi. Biz uni va xotindan boshqa tavallarini qutqizdik. Taqdirimiz bilan uni, ya'ni xotinni azobga qolg'uvchilardan qildik. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantiruvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. Jimi hamdu sana Allohga xosdir. Uning payg'ambarlikka tanlagan bandlariga omonlik tilayman degan. Alloh yaxshimi yoki ularning sherik keltirgan butlari yaxshimi? Kitob o'qish munbiri avlodlar torbeti hozirladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.